Meni anchadan beri ko'rayotganlar biladi. Ko'p videolarimni yo'talaman, aksiraman. Bunga sabab yoki allergiya yoki shunga o'xshagan narsa ekan. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshi. Lekin men aytib bermoqchi bo'lgan narsa boshqa narsa. O'sha kasal bo'lgunimcha 1 yildan ortiq kasal bo'lib yurdim va 15 kiloga o'sib ketdim. O'sha kasal bo'lib yurgunimcha menda muammolarim juda ham ko'p edi. Ya'ni pul topishim kerak edi, uyga pul jo'natishim kerak edi. Yana uy olishim kerak edi. Yana bu yoqda kvartira harakat qilayotgandim. Qarshi muammolarim juda ham ko'p edi. Shu muammolarim kasal bo'lgandan keyin millionta muammo bitta muammoga aylangan. Bu ham bo'lsa shu meni kasalligim. Shuning uchun ham shu narsani tushunib yetdimki, sizlar millionta muammolaringlar hech narsa emas agar sizlar sog'lom bo'lsanglar. Shuning uchun ham eng muhimi sog'liqinglar bo'lsa bo'ldi va o'zinglarni ehtiyot qilinglar, yaqinlaringlarni ehtiyot qilinglar va podpisatsiya qilinglar. Shuncha ham muhim.